University of Economics and Pedagogy Iqtisodiyot va pedagogika universiteti 2022-yilda o'z faoliyatini boshlagan bo'lib, qisqa vaqt ichida yuksak ilmiy va ma'naviy muhitga ega ta'lim maskaniga aylandi. Oliygohda bugungi kunga kelib barcha shart-sharoitlarga ega 3 ta alohida o'quv binolari o'z faoliyatini samarali olib bormoqda. Talabalar uchun zamonaviy sharoitlar, malakali pedagoglar va keng qamrovli dasturlar asosida ta'lim berilmoqda. Universitet tarkibida hozirgi kunda 3 ta asosiy fakultet faoliyat olib boradi. Bular filologiya, iqtisodiyot, pedagogika fakultetlaridir. Ushbu fakultetlarda kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shakllarida ta'lim jarayonlari tashkil etilgan bo'lib, hozirda jami 4500 nafar talaba zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallab tahsil olmoqdalar. Filologiya fakulteti universitetning asosiy binosida, ya'ni A bino, Andijon aeroporti yonida joylashgan bo'lib, bugungi kunda ilmiy pedagogik faoliyatning muhim markazlaridan biri hisoblanadi. Fakultet tarkibida 2 ta kafedra mavjud. Bular o'zbek va rus tili fanlari kafedrasi hamda xorijiy tillar kafedrasidir. O'zbek va rus tili fanlari kafedrasi tarkibida malakali professor o'qituvchilar faoliyat yuritadi. Ularning 5 nafari ilmiy unvonga ega, o'z sohasining yetuk mutaxassislari. Xorijiy tillar kafedrasida xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy metodlar keng qo'llab kelinmoqda. 16 nafar pedagoglar hamda 3 nafar ilmiy unvonga ega professor o'qituvchilar jamoasi samarali faoliyat yuritmoqda. Fakultetda hozirgi kunda kunduzgi ta'lim shaklida 846 nafar, kechki ta'lim shaklida 36 nafar, jami 882 nafar talaba tahsil olmoqda. Ularga zamonaviy ta'lim standartlari asosida bilim berilib, filologiya yo'nalishidagi nazariy va amaliy ko'nikmalar chuqur singdirilmoqda. Iqtisodiyot fakulteti D bino, Bo'ston shahrida joylashgan Turizm kolleji binosida faoliyat olib bormoqda. Fakultet zamonaviy iqtisodiy bilimlarni egallash, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish hamda raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash yo'lida izchil izlanmoqda. Hozirgi kunda fakultetda jami 1144 nafar talaba tahsil olmoqda. Kunduzgi ta'limda 144 nafarni, 975 nafar esa sirtqi ta'limda, 20 nafar esa kechki ta'limda tahsil olmoqda. Fakultetda dars jarayonlari zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida olib borilib, har bir talabaga individual yondashuvlar tamoyili qo'llanilmoqda. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirish maqsadida fakultetda malakali ustozlar jamoasi shakllantirilgan. Fakultet tarkibida bitta kafedra faoliyat ko'rsatadi. Ushbu kafedra nafaqat nazariy bilim berish, balki talabalarga iqtisodiy tahlil qilish, qaror qabul qilish va bozor qonuniyatlarini chuqur anglash kabi ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan. Pedagogika fakulteti B binoda, ya'ni Visus ko'z klinikasi ro'parasida joylashgan. Fakultetda jami 2265 nafar talaba mavjud bo'lib, ulardan 502 nafari kunduzgi ta'limda, 1703 nafari sirtqi ta'limda hamda 60 nafari kechki ta'lim shaklida tahsil olmoqda. Fakultet qoshida 2 ta kafedra faoliyat olib boradi. Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasi va maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrasidir. Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasi tarkibida 22 nafar, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrasi tarkibida 20 nafar professor o'qituvchilar faoliyat yuritadi. Hurmatli abituriyentlar va universitetimizning mehmonlari, 2025-2026 o'quv yili uchun qabul jarayonlari boshlandi. Universitetda mavjud yo'nalishlar: buxgalteriya hisobi, iqtisodiyot, moliya va moliyaviy texnologiyalar, boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim, filologiya va tillarni o'qitish, ingliz, rus, o'zbek, xitoy, koreys, nemis, fransuz va turk tillari mavjud. Davlat standartlari asosida diplom beruvchi oliygohning ta'lim shakli va kontrakt to'lovlari kunduzgi ta'lim shaklida 13 million so'mni, kechki ta'lim shaklida 12 million so'mni, sirtqi ta'lim shaklida 11 million so'mni tashkil etadi. Kelajagingiz uchun mustahkam poydevor qo'ying. Zamonaviy ta'lim, tajribali professor o'qituvchilar, amaliy bilim va xalqaro imkoniyatlar sizni kutmoqda.
Bu yerda siz nafaqat sifatli ta'lim olasiz, balki o'z orzularingiz sari dadil qadam tashlaysiz. Biz bilan yuksak maqsadlarga erishing.